Hurmatli obunachilar, mana bedanadon. Bularning kilosi nechi puldan? 6,5 ming so'm bor. 6,5 ming. Hurmatli obunachilar. Kanareykalarımizga bor. Kanareyka. Yaxshi shayratadi, bular ham vitamin, hammasi. Bunisi vitamin qo'shilgan, bu oddiysi. Bunisi qanaqalik bu? Vitaminligi. Bu vitaminligi. Bu savalagi. Bu savalagi. Bularning kilosi nechi pul bo'pti? 14 ming so'm bor. 14 ming. Bularnikichi? 13 ming so'm. Bularniki 13 ming so'm. Hurmatli obunachilar. Bu katta to'tilarga, karellaga. To'tilarga. Bularning kilosi nechi pul? 13 mingga 15 ming so'm. Hurmatli obunachilar, 13 mingga 15 ming so'm. Bu vitaminligi. Aha, vitamin. Bu vitaminligi. Yana qanaqa yemlaringiz bor? Yana bu Tuzlarimiz bor. tosh tuzlar, Yana tuz, tosh tuz. mollaga. Mol qo'ylaga. Kilosi 2 ming so'm bo'pti. Kilosi 2 ming. Hurmatli obunachilar, sigirlarga ham, bo'rdoqqa boqiladigan qo'ylarga, qo'ylarga ketaveradi hammasi. Yana qanaqa tuzlaringiz bor? Tuzlarimiz bor, pachkali. Pachkali tuzlar. Hurmatli obunachilar, mana qarang, xohlasanglar sep berasizlar. Xohlasanglar ham tuzlarni oxiriga qo'yib qo'ysanglar, o'zi yalab yuraveradi bemalol. Bular narxi nechi puldan bularni? Bular 40 ming so'm, kilosi 2 ming so'm bor. Hurmatli obunachilar, mana bular qopga 40 ming so'm ekan. Bularniki 2 ming so'm kiloga. Aka, kepeklaringiz ham bormi? Kepeklarimiz bor, unli kepegimiz. Ulli kepeklar, hurmatli obunachilar. Mana, Sifati ulli zo'r. kepeklar. Kiloga nechi pul bular? Kiloga 3 ming so'm, qopi 70 ming so'm bor. Hurmatli obunachilar, kiloga 3 ming so'm bo'pti. Qopga 70 ming so'm. Mana qoplari. Mana hurmatli obunachilar, mana pastda raqamlarni qoldiramiz. Dastavkalari bor, bemalol nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Hurmatli obunachilar, bu yerda har xil yemlarimiz bor, hozir ko'rsatib o'tganlarim. Hurmatli obunachilar, mana arendaga bolgarka, daraxt kesadigan apparat, drill, hammasidan kompressor, simon qoradiganlardan, svarkalardan bor. Arendaga olib ketishingiz mumkin. Olib ketasizlar, to'lov qilib, qachon necha kun ishlatsanglar ham ishlatasizlar, keyin ishlatib bo'lganingizdan keyin olib kelib topshirib ketasizlar. Mana nomerlar, raqamlari, ularni ham raqamlarni pastga aloqaga qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narxini